Bloger. Mikrofon bo'lkana yonga. Quyonni go'shtidan qiladinglar. Nasib bo'lsa qilamiz. Quyon emas, induk. Nasib bo'lsa o'rdak, keyin o'loqcha. Mana assalomu alaykum. Mijozlar, ayoqchamiz Instagramda so'raganlar, ayoqchamiz kilosi 90 ming so'm, bonusiga kolasi bor bitta. Kolasi. Qanotchamiz hozir chiqadi. Qanotchamiz keyingi partiyada. Hozir yo'qmi? Oyoqcha faqat. Ayoqchalarimiz 1 kilo olasiz, bitta kola bonusiga. Jondor blogeridan. Narxini ayt, odam eshitsin. Ana bu akarachka. Ana bu chista akarachka 70 ming so'm kilosi. So'raganlar, narxi qancha deb so'raganlar Instagramda 1 kilo olasiz, bonusiga bitta kola, 1 litrlik kola. Uchtasi 1 kilo keladi, opajon. Tamam. Och, bismillah. Akarachkalarimiz qara. Bay. O, keling, svizi tamam. Tezroq, hamma qolmaydi, tezroq kelinglar. Soat 4 da yana ikkinchi partiyamiz chiqadi, 4 da. 11:30 da 4 da chiqadi. Ha, kola, 1 kiloga kola. 1,5 kiloga 2 ta kola berasan-mi? Yo'q, 2 kiloga da endi bizga ham bankrot. Qancha bo'lsin? 1 kilodan oshadi 3 ta. Ana bu butun tavug'imiz, so'raganlar, ana bu seli tavug'imiz, butun tavug'imiz 70 ming so'm, bonusiga bitta kola. Shahi, o'tir pul ana o'g'il.